84 km/soat tezlikda mashina urilganda nimalar bo'lishini ko'rishingiz mumkin akalarim. Ichlariga umuman uron yetmagan paytda, ichiga hech nima qilmaganman. Agar siz Geely yoki Zikr mashinasini haydasangiz, biling eng qichuv mashinalardan bittasida yuribsiz. Sababini hozir men sizga prosta ko'rsatib beraman. Pnevmatichskaya podveska, pnevmasini ko'ryapsizmi? Mana mashina pnevmalari. Mana bu mashinani eng baquvvat qismlari bo'ladi. Hammasi alyumindan yaratiladi. Endi alyumin o'zi Porsche, Mercedesda ishlatilardi. Juda ham прочный, texnologik material hisoblanadi. Nima bularni mashinalar unaqa bizga yoqqadi desam, Stefan Zilov degan odam o'ziga olib kelibdi. Bu inson CLS interyerini yaratgan. 30 yil Audi kompaniyasida ishlagan hamda bir necha yil Bentley kompaniyasida ishlagan akalar. Batareyasiga keladigan bo'lsak, dunyodagi eng xavfsiz batareyalardan bittasi turar ekan. Nvidia, искусственный intellektlar, mashinaning chiplari, xullas mana shu Nvidiaga tegishli. Continental, Michelin, Pirelli, Bosch, hamma mana shu brend Geely va Zikr bilan ishlaydi. Zavodi juda katta, juda ham seriozniy brend ekan. Bu o'zi Xitoyda. Prosta mana shu Geely yo Zikr haydayotgan bo'lsangiz, biling eng zo'r mashinalardan bittasini haydayapsiz.